Farg'ona viloyati hokimligi aksionerlik tijorat aloqa bank Farg'ona hududiy xizmatlar ko'rsatish markazi bilan hamkorlikda 3 tajribasi asosida bank mijozlari va yosh tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda dastlab prezidentimizning yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining mazmun mohiyati ishtirokchilarga tushuntirildi. Qarorda yoshlarning tadbirkorlik, g'oya hamda tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, yosh tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot tarmoqlari va sohalaridagi, shu jumladan startap va innovatsion loyihalarni ro'yobga chiqarishga ko'maklashish, kasb-hunar, raqamli texnologiyalar hamda xorijiy tillarni chuqur egallash uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish belgilab qo'yilgan. Shunisi e'tiborliki, yosh tadbirkorlarga kompleks xizmat ko'rsatish, ularning faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasida mazkur bank yoshlar banki deb belgilandi. Tadbirkorlarning murojaatlarini eshitdik. Bankka oidlarini xudo xolasa muddatlarni belgilab oldik. Uzog'i 5 kun muddatda hamma murojaatlar bank tomonidan yetkaziladi. Respublika miqyosida yechiladigan masalalarni respublika ishchi guruhiga, shtabiga yetkazamiz. Yoshlarimiz bilan ham bevosita uchrashuv o'tkazdik. Yoshlarimizga bugungi kundagi Aloqa bank tomonidan ishga joylashtirish, doimiy daromadga ega bo'lish uchun ularga qanaqa mablag'larni yetkazib beramiz, ularni tushuntirdik. Tadbirda 100 dan ortiq yoshlarimiz qatnashdi, 50 dan ortiq bankimiz tadbirkorlari qatnashdi. Uchrashuv davomida ayni paytda faoliyati yo'lga qo'yilgan startap yo'nalishlari bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Bu yo'nalishda Innovatsion yoshlar loyihasi doirasida venture jamg'armalari orqali yoshlarning startap loyihalari uchun kapital innovatsiyalar kiritiladi. Ilmiy tadqiqotlar, texnologik ishlanmalar va startaplar uchun infratuzilmani rivojlantirishga mablag'lar ajratiladi. Bu bo'yicha Farg'ona viloyatida ish olib borayotgan mutaxassislarning taqdimotlari ham o'tkazildi. Hozirda O'zbekiston Respublikasida Startup Garajning 14 ta filiallari o'z ish faoliyatini boshladi. Bu Startup Garaj asosan startaplarni, yurtimizdagi startaperlarni yaxshi rivojlantirish, ularning loyihalariga katta investitsiya olish uchun ularning ko'nikmalarini, bilimlarini oshirish maqsadida ochilgan hisoblanadi. Bunda Startup Garajda o'zlarining g'oyalarini har bir bosqichda, ya'ni MVP dan sotuv bosqichigacha olib borishda individual ravishda rivojlanib, birgalikda darslar olib boriladi. Hozirgi kundagi bizda Farg'ona viloyatimizning o'zida 5 ta rezident tanlab olinib, ularning loyihalari ustida ishlanmoqda. Ularga investitsiyalar jalb qilish, qanday investitsiya olish, bozorni tahlil qilish bo'yicha ko'nikmalarni yanada oshirib borilmoqda. Oldin faqatgina 7 ta yo'nalish bo'yicha loyihalar tanlab olingan bo'lsa, hozirda 8 ta yo'nalish bo'yicha loyihalar tanlab olinmoqda. Ya'ni qishloq xo'jaligiga oid platformalar yoki startaplarni ham hozirda qo'shib olmoqdamiz. Shuningdek, tadbir davomida ayni paytda bankda mavjud bo'lgan kredit turlari, ularning imtiyozli davri, foiz stavkalari haqida ham ma'lumotlar berib o'tildi. Yosh tadbirkorlarning muammoli savollariga javoblar qaytarildi.